Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun sizlarga Agromash Elite firmamiz tomonidan sotilayotgan Chansa pnevmatik silkani yangicha ko'rinishdagini video obzorini qilib beramiz. Bu yangi ko'rinishdagi silkamiz bilan eski ko'rinishdagilarning farqini ozmoz ko'rsatib o'tib ketaman. Eski ko'rinishda bu yerda sepli bo'lmaydi. Mana bu joy sep bo'lgan hozir. Diskka ketayotgan joyida uzatma sepli bo'lgan. Avvalgilarda kardanli bo'lgan, hozir uni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Bularda sepli bo'lgan. Bunkerlarning rangi mana bunaqa Alpler Eldorado silkaniki bilan o'xshash bo'lib chiqqan. Markorlari bor. Markorga silindr ham bor. Qolgan joylari deyarli o'xshash. Oldi tomonda stoyka ham boshqacharoq chiqqan. Avvallar mana bunaqa teshik prujinli stoyka bo'lardi, hozir esa mana bunaqa temir profil stoykadan yasalgan. Bularda ham anaqasi bor. Lineykasi bor. Orqadagi balonlarda o'zgarish yo'q, xuddi shu holatda. Narxlarni kelishilgan holatda qilib beramiz, kelsanglar. Diskasi kompyuteri ham o'sha kompyuterdan. Bitta peredachasini ham ochib ko'raylikchi. Korobka peredachi ham deyarli bir xil. Endi bularda sepli bo'lganning hisobiga bu ham shunga moslashgan. Qolgan joylari deyarli bir xil. Hozirgi kunda 4 qator, 6 qator, 8 qatorligi bor. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Xudo xolasa buni qo'sh qatorligi ham tez kunlarda kelib qoladi. Qo'sh qatorlik kerak bo'lganlarga qo'sh qatorligi ham bor. Qo'sh qatorligini ham video obzor qilib beramiz kelgandan keyin. Hozir qiziqqanlar bo'lsa, rasmlarini lichkalarga tashlab beramiz. Mana 8 qatorligi. Bu eskicha tipi. Mana bularniki kardanli bo'lgan, kardanli tip. Bularda shu joyi sepli. Bularda kardanli. Oldida stoykasi prujinli, bularniki mana bunaqa stoyka. Qolgan joylar deyarli bir xil. Og'irliklarda ham uncha o'zgarish yo'q.